Asakabank aksiyadorlik jamiyatining Poytaxt bank xizmatlari markazida BXMlar faoliyatini muvofiqlashtirish departamentining barcha BXMlar, ya'ni Asakabank mijozlariga xizmat ko'rsatuvchi barcha ofislardagi koordinatsion boshqaruvchilari uchun seminar trening bo'lib o'tmoqda. Mazkur seminar trening koordinatsion boshqaruvchilarning vazifalarini chuqur anglab olishlari, ularni amaliyotda samarali qo'llashlari hamda bank imijini shakllantirish va mustahkamlash jarayoniga munosib hissasini qo'shishlarini ta'minlashni maqsad qilgan. Servis biz uchun madaniyat, servis bu biz uchun san'at. Madaniyat va san'at uyg'unligi servisda ko'rinadi. Bugun hududiy koordinatsion boshqaruvchilar uchun zamonaviy va amaliy o'quv seminari bo'lib o'tdi. Bu tashabbus bankimiz mijozlari uchun yanada qulay, tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishiga yo'naltirilgan keng qamrovli islohotlarning muhim bo'g'inidir. Seminar doirasida mijoz yo'li konsepsiyasi asosida xizmat ko'rsatishning yangi yondashuvlari o'rganildi. Mijoz vaqtini asrash hamda ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olishga qaratilgan ilg'or tajribalar bo'yicha ko'nikmalar mustahkamlandi. Endilikda koordinatsion boshqaruvchilar o'z hududlarida ushbu bilim va tajribalarini amaliyotga joriy etib, xizmat sifati va samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish yo'lida faol ish olib borishadi.